Assalomu alaykum. O'tgan kun davomida jahonda ro'y bergan muhim voqea hodisalar haqida odatdagidek kundalik xabarnomamizda. Eron kurashni davom ettiradi hamda AQSh Isroilga qarshi bosim vositasi sifatida Hormuz bo'g'ozini yopiq holda ushlab turadi. Bu haqda Eronning yangi oliy rahbari Mujtabo Xomeneyning ilk bor e'lon qilingan bayonotida ma'lum qilindi. Xomeney omma oldida ko'rinish bermadi va uning so'zlari davlat televideniyasi boshlovchisi tomonidan o'qib eshittirildi. Xomeney Eronning qo'shnilarini o'z hududlaridagi AQSh bazalarini yopishga chaqirdi va ularni nishonga olishda davom etishi haqida ogohlantirdi. Xalqning talabi samarali mudofaaamizni davom ettirish va dushmanni pushaymon qilishdir. Global neftning 5dan 1 qismi o'tadigan Eron qirg'oqlari bo'ylab joylashgan Hormuz bo'g'ozini to'sib qo'yish rechagidan foydalanishda davom etish kerak, dedi Xomeney. Eron davlat televideniyasi murojaat nega shaxsan yetkazilmaganiga izoh bermadi. Eron rasmiylari Xomeney 28-fevraldagi dastlabki havo hujumlarida yengil yaralanganini aytgan, biroq uning jarohati darajasi noma'lum qolmoqda. Bir necha soat o'tgach, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ham urush boshlangandan beri ilk bor video aloqa orqali matbuot anjumani o'tkazdi. U Xomeneyni o'ldirishga yashirincha tahdid qildi va minglab odamlarning hayotiga zomin bo'lgan Eronga qarshi harbiy hujumni himoya qilib chiqdi. Urush yirik moliyaviy muammolarni keltirib chiqarishda davom etmoqda. Eron harbiy qo'mondonligi vakili chorshanba kuni dunyo barreliga $200 bo'ladigan neft narxiga tayyor turishi kerakligini aytdi. Biroq Tramp narxlarning ko'tarilishini oddiy hol deb baholadi. Qo'shma Shtatlar dunyodagi eng yirik neft ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Shuning uchun neft narxi oshsa, biz ko'p pul ishlaymiz, deb yozdi Tramp. Qo'shma Shtatlar neft eksportchisi bo'lsa-da, ayni paytda dunyodagi eng yirik neft iste'molchisi hamdir. Iqtisodchilarning ta'kidlashicha, narxlarning uzoq vaqt yuqori darajada qolishi keng ko'lamli inflyatsiyaga sabab bo'ladi. Payshanba kuni AQSh markaziy qo'mondonligi Iroq g'arbida o'zining harbiy yonilg'i quyish samolyoti halokatga uchraganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, hodisa boshqa bir samolyot ishtirokida yuz bergan, biroq bu dushman yoki do'stona o't ochish natijasi emas. O'z bayonotida AQSh markaziy qo'mondonligi AQShning KC-135 yonilg'i quyish samolyoti qulagandan so'ng qutqaruv ishlarini olib borayotganini bildirdi. Ikkinchi samolyot xavfsiz qo'ngan. Reutersning AQSh rasmiysiga tayanib yozishicha, hodisada ishtirok etgan ikkinchi samolyot ham KC-135 bo'lgan. Qulagan samolyot bortida esa 6 nafargacha harbiy xizmatchi bo'lgan. Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qurolli guruhlarning birlashmasi bo'lgan Iroqdagi islomiy qarshilik harakati AQSh harbiy yonilg'i quyish samolyotini urib tushirganligi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Fransiya armiyasi payshanba kuni Iroqda terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazayotgan 6 nafar fransuz askari dron hujumi natijasida yaralanganini ma'lum qildi. Fransiyalik bir askari esa halok bo'lgan. Erbil mintaqasida IShIDga qarshi kurashuvchi kengroq xalqaro koalitsiya tarkibida Fransiyaning yuzlab askarlari joylashgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bu hujumni keskin qoraladi. 2015-yildan beri IShIDga qarshi kurash olib borayotgan fransuz askarlarining Iroqdagi ishtiroki qat'iy ravishda terrorchilikka qarshi kurash doirasidadir. Erondagi urush bunday hujumlarni oqlay olmaydi, dedi Macron. Dronning qayerdan uchirilgani hozircha aniq emas. Iroq xavfsizlik xizmati va guruhlarga yaqin manbalarning so'zlariga ko'ra, Iroqdagi turli shiya guruhlari 3-4 kun ichida AQSh bazalariga qarshi dron va raketa hujumlari sur'atini oshirgan. Arbil gubernatori dron hujumi Mahmur hududida sodir bo'lganini ma'lum qildi. Oldinroq Iroq Kurdistonidagi Italiya harbiy bazasiga ham havo zarbasi berilgan. Italiya mudofaa vazirligi buni qasddan amalga oshirilgani va u NATO xodimlarini qabul qiluvchi obyektni nishonga olganini bildirdi. 12-mart kuni Moskva sudi 2024-yilda sodir etilgan Crocus City Hall'dagi qirg'in yuzasidan 15 erkakni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Umrbod qamoq jazosi berilganlar orasida hujumni bevosita amalga oshirgan, olomonga qarata o't ochgan va so'ngra binoga o't qo'ygan 4 nafar qurollangan shaxs bor. Ularning barchasi Tojikiston fuqarolari. Yana 11 kishi, jumladan Rossiya fuqarolari ham terrorchilik aloqalari bo'lgan sheriklar sifatida umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Bundan tashqari yana 4 nafar sudlanuvchi 19 yildan 22 yilgacha bo'lgan qamoq jazolarini oldi. 2024-yil mart oyida Moskva konsert zaliga qilingan hujumda qurollangan shaxslar tomoshabinlarga o't ochib,
So'ngra binoni yoqib yuborishgan. 150 kishi halok bo'lgan, ko'plab odamlar ichkarida qolib ketgan, 600 dan ortiq kishi yaralangan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va boshqa rasmiylar hech qanaqa dalil keltirmasdan hujumda Ukrainaning roli borligini da'vo qilishdi. Kiyev har qanday aloqadorlikni rad etgan. Bu hodisa uchun mas'uliyatni keyinchalik IShID o'z zimmasiga olgan edi. Rossiyaning o'zida hujumdan so'ng migrantlarga qarshi qonunlar va diskriminatsion ohang yanada qattiqlashdi. Pokiston payshanbadan jumaga o'tar kechasi yana Kobul va chegara provinsiyalariga yangi zarbalar berdi. Kobul politsiyasi vakili Halil Zadranning Agence France Press'ga ma'lum qilishicha, poytaxtdagi turar joylarga berilgan bombardimon oqibatida 4 kishi halok bo'lgan va 15 kishi yaralangan. Tolibon matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid Pokiston zarbalari mamlakat janubidagi Qandahor, shuningdek sharqdagi Paktiya va Paktika provinsiyalariga ham berilganini yozdi. Yana Pokiston samolyotlari Qandahor aeroporti yaqinidagi Kam Air xususiy aviakompaniyasining yoqilg'i omborlarini nishonga olgan. Ikki davlat o'rtasida keskinlik va shiddatli chegara to'qnashuvlari oylardan beri davom etmoqda. Pokiston 27-fevral kuni Tolibonni terrorchilarga boshpana berishda ayblab, qo'shni Afg'onistonga qarshi ochiq urush e'lon qilgandi. Tolibon hukumati har qanday aloqadorlikni yoki Afg'oniston hududidan jangarilik maqsadida foydalanilayotganini rad etib kelmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk tomonlarni sulhga chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Afg'onistondagi zo'ravonliklar yordam tarqatishni ham qiyinlashtirmoqda. Qariyb 22 million kishi, Afg'oniston aholisining deyarli yarmi humanitar yordamga muhtoj. 12 mart kuni AQShning turli hududlarida qurolli hujumlar kuzatildi. Xususan, IShID tarafdori ekani aytilgan shaxs Virjiniya universiteti auditoriyasida o't ochib, bir kishini o'ldirdi va 2 kishini yaraladi. So'ng uning o'zi ham o'ldirildi. Barcha 3 qurbon universitetga aloqador bo'lgan. Universitetga ko'ra, bu muassasa harbiylar bilan yaqin aloqada bo'lib, talabalarning deyarli 3 dan 1 qismi harbiy xizmatchilardir. Federal qidiruv boshqarmasi otishma bo'yicha terrorchilik ayblovi bilan tekshiruv boshladi. Ikkinchi hodisa Michiganda esa asli livanlik AQSh fuqarosi o'z yuk mashinasini sinagoga va uning qarshidagi bog'chaga urdi. Oakland okrugi sherifi Michael Busharning so'zlariga ko'ra, erkak yuk mashinasi bilan sinagoga eshiklarini yorib kirgan va xavfsizlik xodimi unga qarata o't ochgunga qadar mashinasini yo'lak bo'ylab boshqargan. Hujumchi to'qnashuv paytida halok bo'ldi. Rasmiylarning aytishicha, u o'z joniga qasd qilganmi yoki xavfsizlik xodimlari tomonidan otib o'ldirilganmi hozircha aniq emas. Sinagoga ma'lumotiga ko'ra, bolalar bog'chasidagi barcha 140 nafar bola xavfsiz joyga evakuatsiya qilingan. Payshanba oqshomida AQSh Milliy xavfsizlik departamenti yuk mashinasi haydovchisi 41 yoshli Ayman G'azzoli ekanligini aniqladi. CBS News xabariga ko'ra, taxminan 10 kun oldin Isroilning Livandagi qishloqqa bergan zarbasi natijasida uning 2 akasi va jiyanlari halok bo'lgan. Bu unga qattiq ruhiy zarba bergan. AQSh rasmiylariga ko'ra, so'nggi yillarda Qo'shma Shtatlarda antisemitizm hodisalari keskin ko'paygan. 2024-yil fevralidan buyon diniy sabablarga ko'ra sodir etilgan 5300 dan ortiq nafrat jinoyatlarining deyarli 3 dan 2 qismi yahudiylarga qaratilgan. Bugunchalik bizda shu. Ko'rishguncha.